Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Hop. Shamshod geronlar bilan bo'yi bastang ekan to'ylarimizni holati. Hop. Qarang ostiga, limonni ostiga qarang. O'tgan yili tuproqda chiqarganmiz ko'pchilikka. Yoz saratonida 45 gradus 50 gradus issiq bo'lyapti. Keyin tomir qiziyapti-da, tuproqqa ilashmayapti, namlik tusha bera olmayapti. Gulini to'kayapti, bargini to'kayapti, boshqa bo'lyapti. Tuvayda o'stiradigan akalarimiz bor, opalarimiz bor. Xafa bo'lishdi ko'pchiligi. Sizlarni o'ylagan holatda mana shunaqa turfga, biyago'miz, qum, 20% tuproq aralashtirib, 6 oy, 7 oy muddat uchun ozuqani yetkazib berish uchun limon hosil solish uchun bargini to'kmasligi, gulini to'kmasligi uchun shunaqa shaklda ekib qo'yganmiz, tayyor qilib. Sizlar uchun, iminli sizlar uchun. Ko'pchilik aytdi, anchadan beri video obzor qo'ymadingiz degan uchun kattaroq obzor qilaylik deb 16 tami, 15 tami shakldagi limonlar olib chiqib qo'ydik har xil to'ylarda. Hop, limonlarimizni bo'yi 1,5 metr atrofida. Ko'ringlar, rangi to'q, yashil rangda, kasali yo'q. 1 gram ham. Hop, mevalari bor, g'uralari ushayapti mana. U ostlarida bor g'uralari. Ko'rib qo'yinglar. Shaklda. Hop, gullagan, yana gullaydi bu. Mana shu tomonlarda ham bor edi, o'sha gullari, g'uralari bor. Limonlar chiroyli, o'ta chiroyli holatda. Shaklini qarang. Bu limonlar gullaveradi. Holati ideal. Ko'ryapsizlarmi? Holati chiroyli. Ana g'uralari ham bor ekan mana. O'zimizni Mir sortli limonlar. Tikon qismagan, tikoni yo'q. So'raganlar uchun tikoni yo'q. Keyin bu tomonda shu evrikamizdan 5 ta 6 ta qolgan bitta meduza, 5 ta evrika bugun ham chiqarib yubordik bitta hoji akamiz uchun. Evrikalarimiz ham gullayapti, g'uraga aylanyapti, rosa chiroyli holatda. Qolgan ekkanmiz, sotdik, qolgan 60-70 atrofida bor edi. Bu yoqda o'zimizning joylari super minerali limonlarimiz. Shunaqa to'rflarga ekib qo'yganmiz bularni ham. Faqat sizlarni o'ylagan holatda. Hop, narxlariga kelsak, narxlarni kelishamiz. Evrikalarimizni bilasizlar, 300 mingdan qilib beramiz. Bu Andalusiyaning janubida o'sadigan limon. Bularni ham kelishtirib beramiz. Holatini shunaqa shaklda bor. 30 ming, 40 mingdan shunaqa to'rflarga ekib turib chiqarishimiz mumkin istagan manzillar uchun. Faqat dastavkalarimiz pullik. Ko'ringlarchi holatini, o'ta ham chiroyli. Xohlagan to'yingizga to'ylab beramiz. O'lib qolmaydi, yoz saratonida ham chidaydi, shunaqa shaklda turadi. Mevasini to'kmaydi, ushlab qoladi to'rflarda. Gullarni oldida limonlar nima deyapti? 4 ta, 5 ta arizaningizni oldiga olib chiqib qo'ysangiz. Buni ifori juda ham shirinda, hidi. Limonning hidi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Nomerlarimiz opsiyada bor. Video ostida ham joylab qo'yamiz nomerlarimizni. Telegram, WhatsApp, hamma narsa bor bizda. Xohlasangiz Twitterdan chiqing. O'zbekistonni istagan joyga chiqaramiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham chiqaramiz, Rossiyaga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Cho'zilib ketib qoldi video obzorimiz.